Hozir kulachka bilan MMA farqini ko'rsataman. Hozir Mango turniriga bir dagistanis bola o'zbek bolani yutdi-da. Mana bu ustidagi dagistanis bola hozir Mangoga o'zbek bolani yutdi-da. Rekordi 14. Buni eslab qolinglar yuzini yaxshi. Bu MMA va kulachkani qanaqaligini aytib beraman. Bu bola bugungi Mango turniriga yutdi. Solomon bo'l degan bola. Shuning uchun u MMA bu kulachkada. Yani MMAga вообще e'tibor bermagan ekanman-da. Bu kurash ko'p narsa hal qilar ekanda. Mana shu bolani ham 14 taga kiritdim. Bu 1 minutlik jangga men buni 15 sekundga yiqitganman-da. Mana shuni ko'rib qo'yinglar deb ko'rsatdim kulachkadan. Inshaalloh MMAga juda qattiq qaraymiz. Endi u MMAni glamni anonisi kurash ekan. Inshaalloh bizga ishonganlarga biz ham ishonamiz inshaalloh. Shuni yutqazsam sportdan ketaman. Assalomu alaykum O'zbekiston. Shuncha videolar men o'sha kun Robiya yurgandim zonaga, hech kimga kerak ham yo'q. Men Alloh aziz qilib qo'yibdi, shuncha odamga kerak bo'ldim, alhamdulillah. Kibrlanibdi debdi. Hammasi bitta javob qilib ketaman, lekin men o'zimni oqlayotganim yo'q. Men yutqazdim. Tan olaman. Kibrlanibdi, kibrlanuvchi kun yutqazdi deganlar uchun. Men kibrlanmayman. Men har bitta gapimdan keyin har bizatning Alloh xohlasa inshaalloh degan gaplarim bor. Uni urib taylayman, uni cho'zib taylayman degan gaplarim yo'q. Men iymonimga, qadrimga iymon keltirgan bo'lamanmi? Men 3 marta qamalib ham ko'zimga yosh olgan bo'la emasman men. So'raylar. Men nimaga yosh oldim? Meni ko'rib turgan yosh bolalar, onaxonlar meni ko'rib turib, achingan ishonchini oqlay olmaganim uchun ko'zimga yosh oldi. Lekin bir tomondan men juda ham xursand bo'ldim. Men tufayli qimorchilarni Alloh nakazat qildi. Qimorchilarni Alloh nakazat qildi. Bittasi $100,000 tikkan, bittasi oyligini tikkan, bittasi uyini tikkan. O'zi ishonmaganchalik menga ishongan. Sizlar meni 1 million turizmga podpischkim bor. Menga gold xayollaringiz kelsa yo kulachga keladi xayollaringiz, yo moytaga keladi xayollaringiz, to'g'rimi? MMA o'sha to'rtta urdi, turdirib ketdi, ko'rdinglar. Men ishongandim. Men oqlamayman. Inshaalloh u bilan revanch urushaman aprel oyi. Ashtagondan so'rayman, revanch qilib beringlar. Aprel oyi revanch urushaman. Agar sportda shundan yutqazsam, revanchga shundan yutqazsam sportdan ketaman. Men sizlarga mana endi va'da berib aytaman. Inshaalloh shundan yutqazsam sportdan ketaman. Men sotilayotgan bola emasman. Men bittasi kishilar sotgan. Bunday urush bilarsiz, unaqa urush qilmayman men. Siz ham bilasiz, men ham bilaman, unaqa urush qilmayman. Lekin men sotilayotgan bola emasman. Sotilmaganimni nimadan isbotlab beray, bilasizmi? Meni akam bor. 5 mahal namozga men nimaga sotilmaganimni mana isbotlab beraman men. Men endi bilasizlar, men pulga sotilmasligimni. Men O'zbekiston bayrog'ini yerga tushirib qo'ymayman men. Shuni bilinglar. Alo. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, menga ana bu Tailand yurgan paytim qimordan nech pul taklif qilinganida 1,5 yilga. Qimordan? Ha, qimordan. 1 million. $1 million, ha? Ha, $1 million. Bo'ldi. $1 million taklif qilingan paytda men rad etganman. Chunki yoshlar meni orqamdan intiladi, yoshlar menga o'rnak bo'ladi. Men agar pul uchun bo'layotgan bo'lsa, men ko'p narsa qilib o'rgan bo'lardim. $1 million olib, sportda ham taylab dashi ketgan bo'lardim. Yo'q, menga yoshlar o'rnak bo'lsin. Mendan keyin yosh avlod meni ko'rgan paytda menga ko'mir bo'lsin, meni ko'rsin degan nisbatan qilganman. Hozir aktivistlar chiqqan, men urushaman, u bilan men urushaman, aktivistlar borda foydalanadi. Yo'q, u men bilan revanch qiladi, shundan yutqazsan sport tashlayman. Bitta muxlis bo'lar ekan, 10,000 tani o'rnini bosayotgan muxlis bo'lar ekan. Shunaqa muxlislarim bor ekan, ko'rib chiqib juda xursand bo'laman. Sizlar men bilan qoling. Agar menga yaxshi ko'rmasa, meni yomon ko'rib qolgan bo'lsa, ishonchni oqlay olmagan bo'lsa, meni joniga tiqib taylayman, ko'rmang. Lekin meni yurakda muxlislarim bor, men bilan qoladi u oxirigacha. Sizlar bilan inshaalloh men sizlarga va'da beraman. Sizlarga gold va'da beryapti. Gold gapirishi, turishi shunaqa bo'lib o'ladi. Men sizlarni yaxshi ko'raman O'zbekiston. Sizlar bilan qolaman. Yurakdan gapiraman bu narsalarni. Revanchga inshaalloh men endi katta gapiraman. O safar katta gapirmadim. Endi katta gapiraman. Bo'yinni so'rab olaman. Aprel oyini kutinglar va Oktagondan so'raymiz. Sog' bo'ling va salomat bo'ling. Sizlarni yaxshi ko'raman.